Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun qisqa video bo'ladi. Qisqa lekin xonagullarni qalamcha qilib ko'paytirish uchun juda ham muhim mavzu. O'zi hozir xonagullarni qalamcha qilish uchun eng zo'r payt va men sizlarga qalamcha qilishni bitta zo'r sirni ochmoqchiman. Men sizlarga aytdim, xonagullarni perlit va vermikulitda qalamcha qilish tuproqqa nisbatan ham oson, ham chirish ehtimoli ancha kam bo'ladi. Qalamcha chirib ketishdan ancha qutulasizlar. Mana biz 6 ta qalamchalarni perlitda va 6 ta qalamchani vermikulitda qilgan edik. Bu haqida batafsil videolar bor. Kim ko'rmagan bo'lsa, albatta ko'ringlar. Mana holatini ko'rsanglar ham bo'ladi. Holati juda ham chiroyli, tiniq, tetik bo'lib turibdi. Perlitda qalamcha qilganimizga 25 kun bo'ldi, vermikulitdagina qalamcha qilganimizga 11 kun bo'ldi. Hozir men sizlarga buni ochib holatini ko'rsataman va sizlarga bitta zo'r sirini ochaman. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanalga ham obuna bo'linglar. Do'stlar, qalamcha tez va oson ildiz chiqarish uchun havo namligi yuqori bo'lishi kerak. Asosan ildiz chiqquncha bu juda ham muhim narsa. Bizning quruq iqlimda bu 2 barobar muhim. Shu uchun biz qalamcha qilganimizdan keyin birinchi 20 kun 30 kun qalamchalarimizni teplichkani ichida saqlaymiz. Ya'ni mana salofan paketni ichiga solib qo'yamiz. Salofan paketni ichida havo namligi yuqori bo'ladi, qalamchalarimizning holati chiroyli turadi va ildizlari ham tez va oson chiqadi. Endi men sizlarga bitta sirni ochaman. Faqat bu narsani sizlar perlit yoki vermikulitda qalamcha qilsanglar ishlatasizlar, tuproqda qalamcha qilsanglar ishlatmaysizlar. Hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Do'stlar, hozir sizlarga ochmoqchi bo'lgan sir bu juda ham oddiy narsa, juda ham oson narsa, lekin har doim zo'r natija beradi. Salofan paketning ichiga ozgincha suv solib qo'yinglar. Mana shu tagida ozgincha suv tursin. Bu suv salofan paketning ichidagi havo namligini yanada yuqori qiladi. Shu suv bug'lanib, havo namligini ko'tarib turadi. Va bu qalamchalarimizga juda ham yoqadi. Qalamchalarimiz o'zini zo'r his qiladi. Misol uchun qalamchani sug'organda ortiqcha suvi tegidan tushadi. Shu suvni o'zini qoldirsanglar yetadi. Bunchalik ko'p suv shart emas, ozgincha suv bo'lsa, shuni o'zi yetadi. Faqat bu ishni perlit, vermikulitda qilasizlar, tuproqda qilmaysizlar. Agar sizlar tuproqda bu ishni qiladigan bo'lsangiz, tuproq ortiqcha suvni o'ziga qaytib shimib oladi. Tuprog'imiz har doim botqoq bo'lib turadi va qalamcha chirib ketadi. Perlit, vermikulitda bemalol qilsanglar bo'ladi. Do'stlar, endi videoning oxirida qalamchalarning holatini ko'rsatmoqchiman. Perlitdagilarni biz teplichkadan chiqazamiz, boshqa salofan paketning ichiga solmaymiz. Bularga yetadi. Vermikulitdagilar yana bir 15 kuncha salofan paketning ichida turish kerak. Mana barglarini ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli bo'lib, svejiy bo'lib, tetik bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi. Asosan perlitdagilar ancha o'sishni boshlagan, bularga endi ancha bo'lib qolgan. Shu uchun ko'rinishi juda ham chiroyli. Mana barglarda hech qanaqa chirish, hech qanaqa qorayish, sarg'ayish alomatlari yo'q. Suvda turgan bo'lsa ham holati juda ham chiroyli. Misol uchun xlorofitum menda har doim tuproqda chirib ketadi. Perlit, vermikulitda bo'lsa zo'r o'xshaydi. Sizlar ham albatta qilib ko'ringlar. Do'stlar, kim kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar. Xudo xolisa men sizlarga bularga beriladigan birinchi oziqa haqida gapirib beraman. Keyingi hafta biz bularga birinchi oziqasini beramiz. Ildizni tezroq rivojlantirish uchun. Va albatta bizning Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Telegram kanalimizda har kuni faol biza, har kuni zo'r qiziqarli ma'lumotlar bo'ladi. Telegram kanali silkasi birinchi izohda, shu videoning birinchi izohida. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolisa keyingi videolarda ko'rishguncha. Albatta shu sirni bir ishlatib ko'ringlar. Juda ham zo'r yordam beradi va har qanaqa qalamcha uchun ishlatsanglar bo'ladi, faqat perlit, vermikulitda qalamcha qilganda, tuproq qilganda ishlatmanglar.